asosiy oynasi Ctrl N tugmasini bosangiz, Ctrl N yoki mana bu yerda mana bu fayl, mana new degan yoki faylni ichiga kirib, new source file qilasiz. Shundan bosgan holatda mana yangi ishchi oyna hosil bo'ladi. Ya'ni mana shu joyda kod yozib ishlash amalga oshiriladi. Mana bu yerda izoh ma'nosini bildiradi. Ikkita chiziqcha include direktiva deb yuritiladi. Eshitib tushundim. Eng asosiy yozadigan qism bizda main funksiyasi. Int main bo'ladi va pause ochib yopiladi. Har doim dars boshlagan paytda mana shu qismlar yozilishi majburiy, har doim. Ya'ni qaysidir kompilyuterga kiritilib bo'ldi, mana shu qismni avtomatik tarzda yozib olishni amalga oshirish kerak bo'ladi. Xohlang onlayn kompilyuterga, xohlang Dev C++ Code Blocks, VS Code, Visual Studio Factory hammasida mana shu qismlar majburiy yozilgan bo'lishi kerak. O'shandagina ishlashni amalga oshira olasiz. Bu yerda birinchi qiladigan ishingiz biror bir mana izoh sifatida yozib ketaveray. Ya'ni bizda main funksiyamizda ham nol qiymatni qaytarib berish vazifasini bajaradi. Undan oldin nimadir ishlar bajarilishi hammasi mana shu 6-8 qism o'rtasida bo'ladi. Masalan, oddiygina yozuv chiqarish, ya'ni qora ekranga yozuv chiqarish. Cout degan operator mavjud. Ya'ni qo'shtirnoq ichiga nima yozsak, o'shani natija sifatida chiqarib beradi. Nuqta virgul qo'yishni unutmaslik kerak. Har bir kod yozgan paytida mana bu main qismning ichida nuqta virgul bu o'sha satrning yakunlanganligini bildiradi. Ya'ni coutni o'zini yozaman. Buni ishga tushirishimiz uchun F11 knopkasini bosamiz yoki tepada bizda nima belgimiz bor. Mana bu belgimiz bor. Qarang, kompilyatsiya bor, run bor, undan keyingisi kompilyatsiya va run. Kompilyatsiya qilsangiz xatoligini tekshirib beradi, faqat run qilsangiz ishga tushirib beradi. Kompilyatsiya run qilsangiz xatoligini tekshirgan holatda xatosiz ishlasa, ishga tushirib bizga oynani, natijaviy oynani chiqarishga harakat qiladi. O'shaning uchun hamma nimada kompilyatorlar turlicha bu narsa. O'shaning uchun har biri uchun alohida boshqacha bo'lishi ham mumkin. F11 da bosaman, kompilyatsiya va run. Bu yerda nom berishni so'raydi. Deyman, teoriya nom beraman, tahlil qilaman, ishga tushiraman. Va bizda qora oyna ko'rinishi kerak. Xatolik bo'lsa, xatolik ko'rsatib beradi. Mana. Qora oyna hosil bo'ldi. Bu konsol oyna hisoblanadi. Qora oynamiz konsol oyna hisoblanadi va coutda nima yozgan bo'lsak, shu natijani chiqarib berish vazifasini bajaradi. Biror bir ma'lumotni kiritish uchun yoki ikkita sonni masalan qo'shishni amalga oshiraman desam nima bo'ladi? Uning uchun qanaqadir son kiritishim kerak bo'ladi. Sin operator, kiritish operatori sin hisoblanadi. Kiritamiz masalan A ga qanaqadir qiymat kiritish va B ga qanaqadir qiymat kiritishni so'rayman. Mana ishga tushiraman va xatoligini birdaniga o'qib ketaveramiz. F11. Pastda xatolik aytyapti. Error degan 7 bilan 10-chi ustunlarga xatolik mavjud deyapti. Bizda A was not declared in the scope. B was not declared in the scope. A va B'lar e'lon qilinmagan. Nimaligi haqidagi ma'lumot mavjud emas. Ya'ni buni nimaligini men dasturga aytishim kerak. Qanaqa qiymatlar qabul qiladi va o'zgaruvchilarni e'lon qilish degan tushuncha bor. Bu A, B bizga o'zgaruvchilar hisoblanadi. A, B'lar o'zgaruvchilar hisoblanadi. Shuning uchun biror bir toifa beraman. A, B degan toifani beraman. AB degan toifa bersam, AB degan o'zgaruvchi, mana bu yerda xatoligini yo'qotishim uchun AB degan o'zgaruvchi berdim. AB degan o'zgaruvchi qaysi toifada ekanligini ko'rsatyapman. Int. Bu butun toifa. Mana bu qismda izoh sifatida yozib qo'yaman. Mana tikladi, xatoligi yo'qoldi, oldingi xatoligi. Va bu yerda bizda kursor qimirlab turgani, bu kursor qimirlab turgani bu kutish rejimi hisoblanadi. Kutish rejimi bo'lyaptimi? Demak, sin orqali men nimadir kiritganman mana. Sin A. O'sha kutish rejimida, ya'ni mendan so'rayapti. Men kodini bilaman, qiymat kiritishim kerak. 5 degan qiymat kiritaman. Enterni bosaman. Yana kutish rejimida turibdi. Demak, sin B ham bor bu yerda. B ga qiymat kiritishim B. Endi ishladi. Ya'ni faqatgina qiymat kiritdim, bo'ldi, uni ustida hech qanaqa amal bajarmadim. Va algoritm ketma-ketligida 8-qatorga o'tdi, axborot texnologiya tizimlari degan yozuvni natija sifatida chiqarib berdi. Asosiysi bizda oldingi kiritilgan xatolik, A, B ga xatolik berayotdi, o'sha yo'qoldi. Ya'ni o'zgaruvchilarni e'lon qilganimizdan keyin xatoliklar tuzatildi va buni ustida yana qanaqadir amal bajarish mumkin. Masalan, oddiygina yig'indini amalga oshiraylik. Cout deyman. Cout
ikkita sonni yig'indisini chiqarib ber. Cout qora ekranga chiqarib ber. Kursor oqim belgisini qo'ydim. Chiquvchi oqim belgisi. Plus B. Buni oddiygina natijani, ya'ni yig'indini ekranga chiqarish deb nomlasak bo'ladi. Mana rejimda dastur ishladi. A ga qiymat kiritishni amalga oshirdik. Kutish rejimi B ga qiymat kiritishni amalga oshiramiz. Natija 14 chiqdi va axborot texnologiyalari tizimlari degan yozuv chiqdi. Qarang. Coutdan keyin AB yig'indi natijani chiqarib berdi va undan keyingi amal cout bo'lganligi uchun axborot texnologiya tizimlari degan yozuv chiqarib berdi. Endi ikkita natija chiqayotgan natija bir-biriga qo'shilib yozilib ketdi. Shuni alohida chiqarish uchun nima qilamiz degan savol ham tug'iladi. O'shanday holatda mana bundan keyin ABdan keyin oqim belgisini qo'yamiz va yendl degan buyrug'ini qo'yamiz. End line, ya'ni satrning yakunlanganligini bildiradi va F11 bilan tekshiramiz. 14 va axborot texnologiya tizimlari degan yozuv chiqdi. Bugungi qisqa dasturimiz mana shundan iborat.